Endi o'zi tug'di, o'sha uchun pul bermayman. Uyingda tug'dirib bo'lmasa, o'zi tug'sang. Biz nima o'ynab o'tirgan ekanmizmi Xorazm lazgisiga? Yana sindirsinmi? Men qarang, yaxshimisiz? Familiyangiz nima edi? Sherboyeva. Sherboyeva, asalim, siz Kesirova bo'lasiz. Unaqasiga bo'lmasa, ham bunaqasiga pul olamiz. Hay, shag'lopasiz. Men ikkita bolam o'zim tuqqanman. Men Kesirova demayman. Erim aytdi, agar Kesirova bo'lsang, oynasini sindiraman dedi. Menga qarang, menga desa shepirni ham sindirmaydim. Sog'liq o'zingizga kerak, jonim. Siz o'zingiz tug'a olmaysiz. Bitta bir oson yo'lga o'tib oldinglar, Kesirova deb. Yoshingiz ham 40 dan o'tib qolganda. Shunday. Bola o'ralib qolgan kindigiga. Men bolamga aytaman, bolam o'ralma deyman. Mayli, nima qilsangiz qiling, lekin biz Kesirova qilamiz. Sizni sog'lig'ingiz bizga foydasi bor. Siz o'zingizni o'ylang, asalim, o'zingizni o'ylang. Alo, dadasi? Kesamiz deydi bular. Nima deysiz? Bering-da menga, men vaziyat tushuntiray. Alo? Jahli chiqdi. Jim turing. O'chirib. Millarga qilay. Mana. Voy! Tushunmayapti-da, boshqacha gaplashib bo'lmayapti bular bilan. Voy, sizga nima bo'ldi? Ha, siz oy kuningiz yaqin, hech qancha vaqt qolmabdi. Siz ham Kesirova bo'lasiz, jonim. Aylanib ketay, ha. Bo'yi past. Yana uni ustiga buqog'i bor. O'zingiz tug'olmay o'lib qolishingiz mumkin, jon. O'sha uchun asalim, Kesirovaga tayyorlang buni. O'zim tug'aman.